Oyog'i qaqshab og'riydiganlarga, yosh kattalar, baribir sovuqda oyog'i og'riydi-yu, o'shalarga mana shuni tavsiya qilamiz. Rossiya davlatidan kelgan narsa bu sabelnik deyiladi. Mana shu ikkita uchtasini bitta termizga damlab ichib yursalar doim oyoq og'rig'idan xudo xolasa butkul qutuladi. Qoldim, tepaga ko'tara olmasdim. Ikkita qo'lim tepaga ko'tara olmasdim. Bo'g'imlarim og'rirdi, oyoqlarim zirq qilardi. Bir 60-70% yaxshi bo'lib qoldi. Mashalloh. Baraka top. Mana shunaqa halol ish qilish kerak. O'zaga odamlarga beryapmiz, hamma foyda ko'ryapti. Proba qiling deb. Qaysi biridan ichdingiz, bitta aytib o'ring. Mana Nima bo'ldi ichganingiz? 2 oydan beri ichib Mashalloh. Salla reklama qilganda kelganman. O'shanda olib ketganman, shu bo'yi. Xudoga shukr. Yaxshi. Allohu akbar. Qanaqa bo'ldi, opa? Yaxshi ta'sir qildimi? Xudoga shukur, men bittada sezdimda ta'sirini. Ko'p dori-darmon ishlatganman-da men. O'shandan keyin sizni Instagramda ko'rdim. Anaqa